Hammaga salom. Bugun biz qaynonam bilan ikkalamiz non qilmoqchimiz. Ikki xil non qilmoqchimiz. Bittasi oddiy non, bittasi qizil non. Qaynonam oddiy nonni men qilaman, qizil nonni siz qiling dedilar. Xo'p bo'ladi dedim deb piyozlarni yugurib borib archib keldim. Chunki piyozsiz rosa ham shirin chiqadi. Mana sutimizni ham solib oldik. Bu oddiy nonning suti. Tuz solamiz, dro'ja solamiz, un solamiz, xamir qorib tashlaymiz. Buni menimcha hamma bilsa kerak. Oyijonga qarashdim-da, keyin o'zim ishim qilib oldim. Qizib turgan yog'ga piyoz soldim, keyin ustiga bir banka tomat soldim-da, illatib. Ozgina tuz, dro'ja soldim-da. Qorib tashladim mana shunaqa qilib qizil nonni. Shunaqa tayyor bo'ldi, ko'rib turganingizdek. Uni damiga qo'ydim. Xamirimiz ikkalasi ham damini olguncha yugurib obedga mastava qildim. Go'sht soldim, piyoz soldim, sabzi soldim, kartoshka soldim. Qarasam tomat qolmabdi xolodilnikda. Yugurib borib tomat olib keldim. Tomatni ham sovordim-da. Suvi ham sovordim-da. Uni pishgunicha qorin to'yg'izib oldim. Qaynabdi. Endi bo'lsa yugurib ko'chaga chiqib ketdim. Shunda jo'lan qarasam, bog'da yurishgan ekan, qo'rqib ketdim. Chunki kuchugimiz bor, yeb qo'yishidan rosa ham qo'rqaman. O'shaning uchun qarab turish kerak. Kichkinalar baribir qaramaydi. Qaynatam sochini ham oldik orada. Men ovqat qilgunimcha Oyjon chaqqongalar kelaylik qilib, tovuq bitta qora so'ydiribdilar. Yugurib borib Oyjonga qarashdim men ham. Shunaqa qilib xamirimizni zavala tutib, damiga qo'yib qo'ydik. Bizning Xorazmda mana shunaqa qilib katta qilib yoyadi. Xamirni yoyib olib chiqadi. Peligimizni ham to'ldirib oldim, chunki kerak bo'lib qoladi. Keyin shunaqa qilib tandirga o'tin yoqish uchun o'tin olib kelgani ketyapman. Yo'lda qizim olib keting dedi, "Yo'q, sen nariyoqqa bordim" deb olib ketmadim. Bizda o'tinlar mollar tarafda turadi, chunki bu yoq taraf akkuratni turishi uchun. Shunaqa qilib buni chetroqga qo'ydim-da, o'tinimizni ustiga yugurib borib chiqib oldim. Mana ko'rib turibsizlar. Bittama-bitta olib yerga otib tashladim. Hammasini oldim-da, mototsiklga soldim. Baribir qizim kelyapti, men ham ketaman deb mayli dedim deb olib ketdim. Shu xamirimizni zavalaga tutib, tandirga o't yoqdik, yoyilgan xamirlarni tandirga mana ko'rib turganinglardek yoyib tashladik. Maza qilib issiq non bilan mastava ichib oldim. Keyin yugurib borsam, mollar baqirib yotibdi. Ularga o't soldim. Keyin kichkina ko'zichoqlar videoda ko'rganinglardek emdi. Qorni to'ydi. Keyin ketdi. Mana shu daraxtni nimagadir yaxshi ko'raman. Eng yaxshi ko'rgan daraxtim. Shunaqa qilib men bularni videoga oldim-da ketdim. Dovchi yegani ketyapman. O'tsam ham ketsam ham faqat dovchi yeyveraman. Chunki katta bo'lgandan keyin menga yoqmaydi. Ko'proq oldim-da. Bularga ham berdim.